Bismillah. Biz Chilonzorda obyektga kelganmiz. Bu obyektga elektromobil shitlarini yig'ib berdi u. Kabellarni to'pga yo'ldan olib, tagidan bilasizlar pod bo'lib oladi. Akkuratni bunaqa kesib turib, mana shu yerdan teshib ichkaridan tortib oldi. Kabellarni akkuratni yig'ib berdi. Xo'p, Diyoraga bu shit ichida nimalar bo'ldi? Elektr счетчик alohida qo'yildi, alohida dokumentatsiya qilindi. Relay напряжение bor. Bundan keyin faza перекид, как AVR etsak bo'ladi, shu qo'yildi. Vodnoy avtomatlari, vodnoy o'zini zaryadkaga avtomati o'zi 1,5 kilovatga rezetka, zazemlение, chiroqlari avtomatik yonadi hammasi. И герметичный elektroshit, suv kirmaydi ichiga. И shit ham o'zi особый qilingan shitlar. Beton tagiga quydik. Bronirованный kabellarda o'tkazib berdik. Cho'tki hammasi chiqdi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Diyora elektrik aloqaga chiqaverasizlar.